Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana Yurt nomli romani. Bu roman Bilqut shirkatida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. Bu inoq er-xotin o'ttirisidagi tunji ixtilof Rayhongulga qanchalik qattiq ta'sir qilgan bo'lsa, Ziyovuddinga ham qattiq ta'sir qildi. U hech qachon hech kim bilan qizirishmagan, kamdan kam xafa bo'ladigan xushbel odam edi. Bugun mana ayoliga ko'ngli tunji qatim norozi bo'lib, sinchilab qaradi. Ayolining bir o'rimchichi oldiga tushgan. Ko'z quyruqlarini cho'nqur qo'riqlar qaplagan. Ikki ziniqi o'ltirishib, bo'ynidami cho'nqur siziqlar paydo bo'lgan edi. U tunji to'y oqshimi 15 yoshlik bu boy qiziga zo'qmanlik kuyuk ichida mushundaq zo'qilib qaragan. U chaqdagi Rayhongul 14 kunlik oy edi. U chaqda u ayolning hamma yeridan harorat tepib, kishining badanini ko'ydiratdi. Hozir bu oy chiray g'uva bulutlar bilan qoplangan. Yillar uni sovutgan. U hozir qish oqshimi tuman orasida qolgan nursiz oyga o'xshab qolgan edi. U ayolining tarsali qila oladiganligini bugunla ko'rdi. Gapini yirmasam bo'ptikan deb o'yladi u. Biroq unda qilsa, Muxtarbay uni xotinining chiroyiga beqib ish qiladi deydi. Muxtarbay bir gap qilgan hamon butun mahalla o'xshab so'zlaydi. U chaqda Ziyovuddinning nima hurmati qoladi? Kim uni voydaydi? Ayolining royiga boqmas uchun. Uning xushalliqlari yiltizsiz qamg'oqqa o'xshab qolmamdi. Uningga keladigan hayot harorati o'chib, turmushning lazzati tugamamdi. Harvani qayoqqa tortish kerak? Bir yoqqa qarasa tik hang, yana bir yoqqa tik tog'. Ziyovuddinning supida o'ltirib, beshini tatalashga boshladi. Kichkina qizi yon peshi bilan yer silab kelib, uning tizig'iga yamashdi. Ikki o'g'li bir xo'rozni talishib varqirashmoqda. Kichik o'g'li bo'yinchoq bilan bog'langan mo'zayni nemishqidir chiviq bilan urmoqda edi. Ayolining qopqi turilib edi, hamma yoq ko'ngilsizlik bilan to'ldi. Ayoli janonchinidek jaranglab kulgan bo'lsa-edi, hamma yoq nurlanib, o'ylining ichi shodlik bilan to'lgan bo'ladi. Muxtar akam xatni to'yimizga yana ishki to'qli berdi, dedi u xotinini xush qilish uchun. Shuning uchun akangizdan degan bo'pti-kanda? Rayhongul texmi qo'ylandi. Dedim-ku, siz akangizning yenida qishlang. Men o'g'limning yeniga ketaman. Harvini menga bering. Ko'mirchilik qila olayman, qorimi to'shiy olayman. Dara bilan darani elib olsam qiynalmayman. Rayhongul paxal akirgili bog' ishkiga mandi. Ziyovuddin g'am teg'i ostida nima qilarini bilmay beshini silab o'ltiraverdi. Dedi u alam bilan. Mau boshqa tinchliqani. O'rma boshlandi. Bu chaqda yezi ko'chalarida mo'zaylardan boshqa jonliq ko'rinmaydi. Ayollar qapoqlarga atgan chaylarini qachilab, qil xurjunning ishki beshini choy, non, chinilari bilan to'ldirib, yalang oyoq putlari bilan qiziq yerni gursilditib dastlab etizga yugurishadi. Uşaq ballarımı dadillarining o'rma o'rishiq zo'qlanib, bosh terib, at yo'tkab, bog'liq to'shib, etizlarda yurishadi. Bundaq chaqlarda mahallada xo'rozlar jimjitlikni madhiyalashgandek, bas-bas bilan chillashsa, teraklarning tupshoqlarini egib qo'nib olgan qog'alar go'yo umumiy xo'r o'rinlashayotgandek qaqaldishib, fasil go'zalligiga husn qo'shadi. Kuz faslidagi to'qchilik, avatchilik, ma'murchilik ana shundaq shakllangan o'xshaydi. 29 uylik ikki to'pga bo'lingan. Ular lab qutlashib, so'l tartib o'rma o'rishadi. Bir xo'p bug'doyga 3 gun kessa, Ziyovuddinning bug'doyiga 15 gun ketadi. Beg'i bilan 20 gunga yetib boradi. Demak,
bug'doyni yig'ib olish uchun Ziyovuddin to'ptikilarga 20 kun o'rma o'rish berish kerak. Biroq u mushu o'rg'oq selishida 2-3 odamning o'rmasini o'raydi. Qarang, uning so'limi hammadan kam. Unchisimi cho'ng. O'rg'oq selishi tez ham pokiz. Uning olgan so'li ishki yendikilarning so'lini qo'shsimi, ularninkidan cho'ng. U chatlarini kerib, o'ng qo'lidagi ittik o'rg'oqning yeniga so'l qo'l barmoqlaridagi o'ymoqlarini taq tekkizib o'rg'oq solsa, kishining zo'qi qo'zg'aladi. 4 o'rmichining beg'ini bog'lasa, bir kun o'tkiza oladigan bog'chi Ziyovuddindek 2 o'rmichining unchisini oralli ulgurtib bog'lay olish kerak. Ziyovuddinning 3 unchisila bir bog' keladi ekan. Yerga amdili yo'ruq tushganda etizga berib atdeganlik choygacha bir so'l echib etadigan bu yosh mahalla to'pi xillangan o'rmichilardan qurilgan. Ular tushdan kun qayrilgacha bog' soyasida uxlab etib, ha-hu bilan o'rmaga bir tushsa, peshinlik choydan keyin yana bir etizga mangadi. Kechqurunliqi o'rim naqsi boshlanadi. Bu chaqda o'rma avmaydi, naqshi avjiga chiqadi. Oltinimni Ziyovuddindek to'liq, mungluq va yuqori ovozda ayta oladigan hech kim yo'q. Ziyovuddinning ikkinchi o'g'li Amdila 11 yoshdan oshgan beri dadasining kaynidan bog' bog'lab yurib shundoq o'ylaydi. Dadam ikkimiz 2 kun o'tkazib O'g'illikka bizning bug'doyga tushimiz. 2 kundala o'rilib, bog'lanib bo'ladi. Bu topning bug'doyi tugigicha bizning yana 12 kunimiz oshidi ekan. Bu 12 kunga birining 3 xo bug'doyini bo'lib olsam, bir xo yerga bir xo bug'doy beradi. 3 xo bug'doyni satsam 300 ming tanga, yo'q, 315 ming tanga bo'ladi. Bir maskab o'tik, shim tujurka, quloqchi keladi. Aşqinni akamga bersam xushal bo'lib, muram ko'rib, yomon ko'kinak deb qo'ydi-da. Uning shirin xiyoli shundoq oxirlashdi. U tuyuqsiz dadasining ovozini anglab, xiyolidan sagidi. Daro, bola, mang, otni yotkivat, qara. Chivin qap ot yemay turadi. Dara bog'liqni belidan chaqqanlik bilan sug'urib elib yerga tashladi-da, dadasining unchillarini bog'liq ustiga ishga boshliq qilib qo'ydi-da, yog'oq teridan tizlaq esilgan o'ng tizi bilan unchini tizlab bug'doyni ching bog'ladi. Uning bog'liq tutgan qo'llari to'limi apchil edi. U dadasi qarab kulib qo'yib, Otni sug'urib yotgandan keyin suvga cho'milib olay. Unchillarim ko'payib ketsa, bog'lashib bersan, ha? dedi. "Ma, tez kel. Voy ko'kinak." dedi Ziyovuddin. U yana yenidik o'rmichiga bolasini maqtashga boshladi. Yomon ishlaydi, tinim topmaydi degina. Seni doğruda, qara naqsini texe. Bala cho'ng'ildab naqshi aytib, bo'z otni minib suvga ketib bormoqda edi. Kuz faslining bundaq kunlari dehqonlar uchun to'limi ko'ngillik. Lekin Muxtarbay uchun bu kuz ko'ngilsiz boshlandi. U rayhon guldan dashnam yegan osh kundan boshlab kundan kunga ruhsizlandi. Qo'li yetmaydigan shoh barliqini tunji qatim bilish uning g'ururini yerga urdi. Degini degan qilg'ini qilgan bo'lib o'sgan boy bolasi uchun arzimas bir ayolning yo'qol qavon degan gapi ming darra, 100 chapaloqdan yaman. Yuziga yo'nda chashqandami ortu yo'ldi. Lekin bunimiz uningga nemishqidir Rayhon ismli bu ayolni sirliq qilib qo'ydi. Uning xiyolini shu xotun egilib oldi. U xiyolida shu xotun bilan takallashdi. Sen qanjoq nazlanayapsan? Yo'q. Nafratlanyapman. Baribir qo'limga tushsan. Yo'q. Beshingga dassayman. Men seni yolvurt qizaman. Yo'q. Yolvursangmi tilla beraman. U birdilla 6 balaning onasi bo'lgan xotinni, navrilarini tillaydigan, malayni silkiydigan, jimg'urlashib Ziyovuddinning qo'rosini agiydigan, Rayhongulni ko'rsa yuragi o'ynab ketadigan bo'lib qoldi. Bala vaqtida dadasi bilan G'ojamning katta o'ylisiga kirib, bir qizni ko'rib, mana shunday bo'lib qolgan edi.
u chaqda madrasada o'qiydigan Ro'zaxun ismli do'sti bu holni oshiq bo'lganlikning belgisi degan edi. Lekin u hozir 50 dan halqagan odam. Navrilari baygi ot mingudek bo'ldi. Bu yeshida oshiq bo'lgan nimasi? Yana kelib texi 5 balaning onasi. O'zining bir tuqqan navri inisining ayoliga, ha? Yo'q. Bu oshiqlik emas. G'azab, nafrat, uyat, numus, o'ch elish. Undaqmikin desa, Muxtarbay Rayhongulni ko'rsili duduqlab, ko'z uzalmay tamtirab qoladi. Qeyrilarning oshiq bo'lishi kitoblarida bormikin? Pal oshqizib boqaymikin, ha? U bir kuni shaharga kirib, Divona mahallasidagi dangli ramchining oldida yukinib o'ltirib. Qaynot opa, menda qandoq kasal borkin? Dedi. Savdo! Dedi charsaqal, o'riq buvay uning tomirini tutib. Alqallarga uzoq qarab, siziqlarni sanab, pichirlab bir nimalarni o'qib. Bu nim degini? Ishqi beqaro. Changida gap qilsang-chu. Kuyuk. Dedi buvay varqirab. Biriga kuyib qopla begin. Qandoq qilay endi? Xenim silidim bezargan. Bilaman, jajis nima uni? Tovar durdun, tovardek gap, qand shikardek gap. Men undaq gap qilib baxmagan. Undaq bo'lsa, kuyib kul bo'ladi-la. Qayralama oshiq bo'lamdi. Savdoni egiz soladi begin. Loqman ekim 90 yoshida 20 yoshlik bemoriga oshiq bo'lib, o'zining yoshidan 20 yoshni qizga taqdim qilgan. Ya Allah, bala qazo ishgan-ku bu. Ram qilg'in bo'lmamdi uni. Yo'q begim, azob kichidisala. Insof bilan muz ko'ngilni illit qilib bo'ladi. So'g'uq gap, so'g'uq chiroy illoq ko'ngilni muzlatadi. Silining tabiatlari so'g'uq gap. Bo'ldi, hoy qashqali. Muxtarbay ramchining oldiga bir siqim pul tashladi-da, o'zining hamma sirini kirdastixonga yong'oqdek birma-bir to'kkan buvayga nafrati bilan to'ng'liq qoldi. Lekin u uyga chiqib, ramchining deganlariga iqror bo'ldi. Nima deb bu qora xotinga oshiq bo'laman? Yo'q degani uchunlama. U Ziyovuddinning o'ylisiga xilma-xil bahonalarni tepib, kunda bir qatim kiradigan. Har xil ishlarni qildirib, g'amxo'rlik qiladigan bo'lib oldi. Ziyovuddin buni o'ziga qilayotgan qarindoshlik deb o'ylab xushal bo'ladi. Rayhon bo'lsa, niyati yomon deb o'ylab, cho'naklik chiqib, laza, pomidor, piyoz rig'i engishib oladi. Bog' o'ylidan soqol burti chekilgan, xang'ir yoqiliq oq ko'nglikining peshi tizig'i tushgan holda yo'g'on qo'rsqini to'mpaytib, to'rdan supig'icha, g'o'rudan bog' ishkigicha nech qitimlab menib, tinmay so'zlaydi. Sening balang, mening balam. Mayli 3 yilsini o'qitib-vagin. Chiqimiga mana men ba. Yaminiga kas 10 qo'y, 20 qo'yning ishi g'o. Bir harama ochliqning ishi g'o shu. Qandoq dedim oy Rayhongul. Rahmat Muxtarbay aka. Hoy Rayhon, qaytiq akal, boyakam qaytiqqa omroq. Rayhon erining deginni yerga qarab untunsiz o'rindaydi va bayga har qatim egilib ta'zim qiladi. Hammamiz qarindosh, G'oziboy, Idil Shoboy, Nedir Shobek, bir taranchi. Bu yerdan unib chiqqan yerliklarning tuxumidan. Bugun Rayhongul kala sig'ib, o'yli supurib, kukum yeyib, kumlash chaplab bo'lib, sut so'rib, qozonga ingishib turganda, o'yliga varqirab ko'kirib, Muxtarbay kirib keldi. Oy Rayhongul, xoh, qaytiqing ajab tetida, bir yejir qo'ysang-a. Sizma qilavatdim, yengistaq o'yimidi. Sizmaqdan akalamsa. Rayhongul dalonda uxlayotgan kichik o'g'lini o'yg'itib etib, bayga yejirdi so'zni sundi. Bay yejirni emas, uning qo'llarini tutib oldi. Rayhon qo'lni ittik tartib edi, yejiri yerga tushib ketdi. Bo'ldi, janonchini to'lab beraman.
dedi bay chini sunuqini yig'iyotgan Rayhongulning mursiga asta papalab. Bu ish uning uchun cheksiz huzur tuyuldi. Man qarab, birli kulib qo'ysang. Bay ixtiyorsiz uningga tamshaldi. Rayhongul burilib dalan uyga mangdi. Bular saqam, qismoq beraman. Chayingni ich, etizga boramiz. Yo'rg'i menamsan saqam. dedi bay uydan chiqib kiyirlayotgan omoq o'g'ilning enkidan erkaldi. Qara ko'zlaring opangnikidek chiroyli. Pah, qosh kirpiklaring jo'texe. Kutmu kut o'zi, cho'ng bo'lganda sangimo qizlar oshiq bo'ladi. U oshiq degan so'zni alohida cho'ng ovozda aytdi. Oshiq degan nima, oppa? Eski gap balam. Boychoq dadammi? Eski gap qilamda? Qiladigan qo'tam. dedi Rayhon bog' tarafga oldirab menib. Voy, chunaklik qoqlar tushyapti-ku. Men terak chiqib, qoqlarning o'sini buzaman, tuxumini choqaman, bolsini yerga tashlayman, dedi o'g'il. Bu san ular yana o'saladi saqam. Shu chaqdan uydan yig'lab tamtilab kichik qiz chiqdi. Bayga bu narsidilar onasining tarafini elib, o'ziga norozilik bildirayotgandek tuyuldi. O'ylaga bayning balasi uni izlab kirib, Abdumarim begining choparmini kelganini aytmagan bo'lsa, bay bu o'ylada qachong'icha turib nimalarni deydikin? Rayhongul oxiri eg'ir yukdan qutulib, balalarini zo'q bilan so'yib ketdi. Ziyak baxshining kuchiklari, bo'linglar, cheyinglarni ichinglar. Etizga berib, barang'i qoq solamiz. Chilgi yeysizlar. Yong'anda ikki bo'g'moq shivaq supurgi terib akilimiz dexe, dedi. Ular oldirishib shu kunning lazzatiga intilishdi. Rayhongul balalarini agashtirib qo'g'inliqqa bordi. Taranchilardan qo'g'inchi kam chiqadi. Bu mahallada Payzovat, Yangisardan kelib o'rilishib qolgan usti qo'g'inchilar bor. Ziyovuddin shulardan qo'g'in beqishning yo'llarini o'rganib olgan. Uning yozliq tavuzlari pishdi. Qo'g'inlardan shakar suyi, abinavat, ko'kchi, besivaldi, beshak shirin, hatto kiyim pishadigan mijgan, seriq qo'g'inlarmi tayyor bo'ldi. Rayhongul barangning bir shexini qo'ymay qo'g'in qiq qilib, shaharda qishloqning tayyorligini qilibmi qo'ydi. Mana, u erining yeniga o'rmonaqsa anglangan tarafga qarab, qizini ko'tirib, o'g'lini agashtirib, dik o'tlarni aralab, suzuk, so'liq eriqlardan atlab o'tib, xushal-xuram kelmoqda. Ziyovuddin o'rmonaqsi aytmoqda. Aydinda o'rg'an o'rmon, etizlarda bog' qoldi. Az kun o'ynab ayrildik, yuraklarda dog' qoldi. Rayhongulning yuragi jig' qilib qoldi. Dog' qolgan nimasi, ha? Shu chaqda o'rmonchilarning yeniga Muxtarbay bilan Mangbegining choparmini keldi. Naqshi jimadi. Va alaykum, dedi Muxtarbay ruhsiz holda. ishinglar ilgari. Aytqining kelsin. Mo'lo choparman ziyak xabar elib kelibdi-kan. Nima? Ziyovuddin bilan Rayhon tangli cho'chib so'radi. Ularning as xiyoli o'g'lida emasmi? Mundaq ish, dedi choparman. Akşam Alabaytal lozongdan yayız çıqqan edi. Dangizda Ziyovuddin 40 xo'yarning 3 yillik dani to'kmabdi degan hisob chiqibdik. Nima? dedi Ziyovuddin osmonga qarab. Har yili 40 xo'yar uchun 17 xo bug'doy akirib shengan yomg'irga to'kyapman g'o. Xazinasi. Dangizda sening 80 qo'y yering bor-kan. dedi Muxtarbay tushundirib. Sen de bilmemsen ha? Ay saşan yola terivatkan av östağının astidagi 40 xo'yar seni. Ola 3 yildan beri dan tökmegen. Yar sening namingda bo'lgan diken 3 yillik danga 51 xo bug'doy töksan da ziyak. Yey! Rayhongulning mingi singildab, ko'z qarang bo'lishib ketdi. Nima deydigandim? Dangizidikini men
Nereden bilay? dedi Ziyovuddin. 80 qo'y yerim bo'lsa yaxshi-ku. Qara qo'ni terib, nenini yegan aqllarim dannimi to'ka? Shundoq bo'ladi-da. To'kmay bo'lamdi. Shang yo'lamiz-a. Ko'pchilik kashki quyosh yo'riqidan o'rg'oqlarini yolt qilg'izib, taraf-tarafdan varqirashdi. Chaparman begi. dedi Tiyip ismli so'zman dehqon. Ali Baytal begimga dam. Qichishqoq yerni tatilsin, qichishmagan yerni tatilmay. Ey Tiyip, tilingga bo'l. dedi Muxtarbay tamanno bilan. Bilamsan, Ali Baytal kelyapti desa, beshiklik bola chiriqraydi. Tug'mas xotinmi tug'ib etdi. Zanjir bilan bog'lab, qo'lida qo'shoqlab, hammamiz yomulg'i so'limsin, yana o'qashqoliq. Seningmi akang bakana Muxtarka? Ansirama ziyak. dedi Muxtarbay tantanlik varqirab. Shang yo'la danni to'kidi. To'kmasa kuzdiki o't qo'yib etimiz. Men ming bigiga aytib qo'yman. Yo'ila Shang yo akamni qistaydi. Sen qo'rqma, Rayhon gulni ekan. Otqa mengashtirib opirib qo'yay. Qara, qo'rqib tatirib ketdi bichora. Anglayotganinglar bir qutordan angiltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Rayhongul yoqtab bo'lg'icha Ziyovuddinning xotinini bu vaqtda yerdan ko'tarib, qargirning sag'irsiga o'tirg'izib bo'ldi. Ot tepchakladi. Rayhongul qo'rqib Muxtarbayning qora po'tisini tutib oldi. Muxtarbay Ziyovuddinning kichik qizini quchqiga elibma etini devetdi. Ot yurg'ilab mahalla yo'liga chiqdi. Chantut, urkiydi mulo ot. Meni chin quchoqlab olmasang tashlab etadi. deb chaqchaq qildi Muxtarbay. Rayhongul birdilla ko'nglidagi nafratni unutdi. U yiqimliq titrangi ovoz bilan "Bayaka!" dedi. "Ali Baytal deganni rahimsiz odam deyshidi. Ovni bog'lab etarmi?" Ziyak nima? "Ha-a." Dedim-ku, Bayakangning ko'nglini olsang, Ziyakning bir tal mo'yimi tavirmaydi. Akam turib o'z singlig'ingizga yomon niyatli bo'lmassiz, ha? Yomon niyat degan nima u? Deginingni beraman, sen shunda qilsan-da. Bay sol qo'li bilan dumbisiga chaplashib o'tirgan Rayhonning sag'irsiga urib qo'ydi. Rayhon jimib qoldi va gap yutgan. "Ha, rost. Bir bog'lam shivoq supurgi terib olmoqchi edim. To'xtasingiz, ha? Qizimni olib olay." dedi. Muxtarbay shu zamon etini devetdi. Sho'x ot mahalliga qarab o'ynaqlab yo'rg'aladi. Rayhon varqirashga boshladi. Eliqidak varqira, eliqi Ziyak varqirgandak. dedi va etini yana devetdi. Ot purqib eriqlardan otlagan beti mahallaga emas, mahallaning kungay tarafidagi qor yog'ochliqqa qarab ushqandek yurib ketdi. Rayhon varqiradi. Bayning dumbisiga urdi. Qizi ona bilan tang chirqiradi. Lekin bay parvo qilmadi. Rayhon qor yog'ochliqqa barsala, hech bo'lmasa-mu yomon gap tarqalishini bilatdi. Chunki bu mahallada bu xil gaplar mazzilik tomoqning purqidek tez tarqaladi emasmi? Qayrimi o'stanga yetib kelganda, Rayhon qumliq qirg'oqqa o'zini otdi-da, yerga tushib natcha domlab, yo'gimashlikda to'xtadi. Uning jaynik surilgandan boshqa hech narsa bo'lmadi. U o'rnidan turg'icha bay etini to'xtatdi va otdan sakrab tushib, balani yerga o'ltirg'izib qo'yib, Rayhonni yo'gimashlikka besib oldi. Rayhon na varqirashqa, na tipirlashqa ulgurolmadi. Bayning yirik soqollari uning yuz bo'yinlariga surkaldi. Bay uning ikki putini ikki yoq qayrib tizlanib olib, sol qo'lini ishdan beg'iga sungandila, Rayhon yalang oyoq o'ng put bilan bayning chatriqiga qattiq tepdi. Bay bir ingridda sinalgan bo'lib qoldi. Rayhon tez o'rnidan turib, chirqirayotgan qizini bag'riga besib buquldab yig'lab, "O'lmaydigan qavat!" dedi. Bay o'rnidan tasti turib, yerdan qolpiqini elib, kiydi va Rayhonga qarabmi qo'ymay, "Qanjo!" deb tilladi-da, etiq minib kayniga burildi.
va shahar tarafga qarab etini choptirib yurib ketdi. Rayhon qizini ko'tirib bir bog'lam shivoq terib uyga kelganda gugum tushgan. O'rmichilar o't ortilgan otlarga minishib, o'rg'oq beshi bo'ladigan uyga polo yeyish uchun ketib boradi. Hamdi keldingmi? Dedi Ziyovdin xotiniga otliq yondashib, ondan kayni qayrilib mingishib olgan o'g'liga. Mal qo'g'in tavzani opam bilan uyga olib borib yetib, polo yegili bag'it. Daranim boshlab ol. deb jikiladi. Rayhon o'g'illari Bara, Dara, Hamra va qizi Imhon bilan hovli supsida o'ltirib, xushal-xuram tavuz cheqib yedi va balalariga Kahve eşitip berman, birdamdila. deb qo'yib, chilikini ko'tarib o'stanga mangdi. Xo'shliq bilan xopiliq, kulgi bilan ko'z yoshi pat-patla almishib turadigan bu kichkina mahallada kun bilan tunning hafta oylarining almashmoqimi tez va oson. Yezicha nalargido yavoylishib ketishgan to'xola g'azon bilan to'lgan bog'lardan paxol va samon dövsiga aylangan o'yla eg'illarga yatsirab bo'joyib kelishidi. Bas-bas bilan chillashayotgan tojillari qip-qizil, yengidan jala chiqargan cho'ji xo'razlar yozdan beri agashtirib, qanoti ostida papilab uxultib boqqan onalarini to'nimgandek o'z xo'jayinlari bo'lgan Dara ismli odam balonlarini to'nimaydi. Ikki puti bilan mangadigan bu odamlar ular uchun bog'da doim ular ko'radigan mo'lin mushuk, to'shqan, it, mo'zaylardek 4 putliq mangadigan hayvonlarga o'xshash. Ular hozir qaysi ko'kat ostida tuxumdan chiqqanini bilmagandek, oz kunda bu yerdan nimalar bo'ladiganligini bilmaydi. Tabiat tilsiz. Lekin u hammani ishorat bilan uqtira oladi. Avu shu xo'razlar bo'lsa, mekyan qo'g'lash, danlash va hayajon bilan chillashdan boshqani bilmaydi ham bildirolmaydi. Navada bilgan bo'lsa-da, Muxtarbayning mushu qorong'u bog'ni yozdan beri qancha aylanganligi. Bir ayolning bog'ga chiqishini taqozo bilan kutib, cho'plar orasida necha qitim tunab chiqqanini egilligiga aytib bergan bo'ladi. Har yili arlab o'rma o'rib qo'ydigan, shuning bilan o'zining hammaga qadri azamatligini ko'pchilik ko'rsatib qo'ydigan Muxtarbay bu yil bir qatim o'rg'oq tutmadi. U pat-pat masjidga kelib, juma o'qib, mahalla imomiga sesiq gap bilan zarba berib, bu mahallaning xo'jayini imom mutavalli yoki 55 emas, balki o'zi ekanligini bildirib qo'yadi. U bu yil bu ishni tashladi. Uning asxiyoli Rayhon bilan. U Rayhonni ko'rishni o'ylaydi. Xiyolida uningga ziyakni tashla, menga tay. To'qanliq o'nimisang cho'ng xotun bo'l. Oqbosh Gulnisa buvini 6 bolasi bilan 3 taloq qilishga men rozi deb yelinatdi, zarlanatdi. Uning uchun bu dunyodagi hammali ish ma'nisiz. Birla Rayhon hayotning o'zi. Ma'nisi borligi edi. U beg'iga chiqib, qizlardan gullarni so'raydi. Bir gulni Rayhon gul desala, shuni to'ydirmay puraydi. O'stan bo'yda Rayhon ko'ki bor ekan deganni anglab, o'stan bo'yda uxlaydigan bo'lib oldi. Navada bir kishi uningdan Kabining qayerdaligini so'rasa, u ikkilanmay Kabi degan mush ziyakning uyi degan bo'ladi. U qo'shqanotliq darvozaning o'rindig'iga o'ltirib, soatlab ziyakning g'o'ru eshikli hovlisiga qaraydi. Biri kelib, Assalomu alaykum, o'ltiribsiz. desa u, Nada? deb asuşini bilmagan holda qo'pollik qiladi. Mana yoz tugab, ko'ngilli kuz oxirlashdi. To'y to'kin o'g'loq bayga pasli boshlandi. Kashkuz mezgili Ziyovdinning uyida har kuni talash tartish, har soat gap talashish bilan o'tmoqda edi. Qarqilin yig'ishdan burun shaharga ko'chib kirib ketaylik. deydi Rayhon har kun atdiganda havo qarab qo'yib. Qarang, havoning alpozi bek yomon. Texi, O'zagul o'g'lini yo'qlab chiqmadingmi, xotin?
deydi Ziyoviddin to'la takrorlayotgan gapdan bezor bo'lib. Xatni to'yni o'tkazib olayli, ondan keyin bir gap bo'la. To'yni mashhad qilib, balani shahar yotqizayli. Ya xotin, Muxtarboy akam unimaydi. Bala uningmi, sizningmi? Oti yo'lliq aka u degan. Voyey! Rayhongul boyning qilmishlari, yezicha panjaradan ketmaganligi, esilganligi, yelinganligi va yomon niyati bo'lganliklarini ashu voyay bilan ifodalaydi. Lekin Ziyoviddin bu ayollar tilining bunchalik jiq ma'nosi borligini nerdan bilsin? U ayoliga tasalli berib, xush qilish uchun Nuri, Husanboyning zavodida ishlab xeyli pul tepibdi xotin. Pul bersam zad olmadi. To'qashlaring bilan qaymoqlaringni oldi. Hashim Tambur bilan tunishtirib qo'ydim. O'g'limiz qaltis o'qib etibdi. Boy akamning bir og'inisining balxonliq uyida yotadi ekan. Yo'q. Balam xalqning uyida qo'rindi. Qursin undaq balaxona. bu gaplar kunda bir necha qatim bo'lib turadi. Mana u bugun supining girviga turib, dimchaklab yo'g'on tag'nidagi liq xemirni egilib, to'lg'inib chaylamoqda. Ziyoviddin kichik qizini tiziga o'ltirg'izib olib, Rayhonning judanguy chiroyiga, o'riq qo'llarining xemir chaylishiga, yo'g'on xemirni o'riganda bo'yin tomirlarining ko'pishiga, putlarining titrashlariga qarab o'ltiradi. Uning bu umrlik hamrohini bu turmush azoblaridan qutuldirg'isi keladi. Lekin nima chora? Xemirni har kishi yo'g'irsa, to'xoni chanoq qo'shganda kulkilik bo'ladi. O'rish barisicha, yo'q. Talanchi erlari qozon beshiga yo'lamaydi. Bu ish nomusliq, xuddi ko'chada onadan tug'ma mangandek bir ish. O'choqqa kukum yo'lab qo'yibdi. Saman aralash kukum kuyib, o'choq mantig'i yamirmoqda. Uni Ziyoviddin ishchiga tiqvasi bo'ladi. Lekin bu ham xotin kishining ishi. Unda qilsa, xotiniga o'z qo'li bilan o'sma qo'yib qo'ygandek bo'ladi. Bu to'liq masxirlik ish. O't teshig'i teshib ketdi xotin. Rayhon pupush kiygan putlari bilan o'tni tuzidi. Taladin dara yugurib kiradi. Opa, mo'zay imib ketdi. Mo'zayni bog'lab qo'ysaqam, xemirni qanqa dumlab qo'yibli qalasaqaman. 5 tonuruna yoqmaq Rayhonga mushkul. Ziyoviddinga ish emas. Sho'x mo'zayni o'zi bog'lab qalani yolg'iz saqmoqmi Ziyoviddinga ish emas. Qizi yig'ladi. Qizingni bazzasang-chi xotin. O yoqdan nan elib bering. Taq tushdi qaymoqmi ba, yegizib qo'ying. Nima deysin oy? Bir qo'limni 10 qila olmayvasam qarab turamsiz? Xotin bo'l demoqchimisan? Yezichi bog'lab, payxon haydab o'rmi o'rsam er bo'lding demaysiz o'yu. Amdiza baliq qaymoq yegizganga. Voyey! Ziyoviddin odati bo'yicha kulib qo'ydi. Nimani bo'lmasin, u shu kuni bola baxti. Dara bilan Dara anisi qarishib, tonurga o'tin soldi. Raslangan non to'qashlarni tonur beshiga to'shadi. Kichik o'g'lining xatni to'yi uchun Muxtarboy bergan 3 qo'y, 1 qo'ziga cho'p berdi. Uyga o'stangdan suv to'shadi. Mana, qorong'i tushib edi. Bu ikki bola g'o'ro selib, tang'ildatib pani qaqdi. Ziyoviddin bugun Rayhonning ishlariga nimishqidir zan qo'ydi. U yerga yo'riq tushmasda o'rindan turib edi. Mana qorong'i tushibdi. Birdan jim turg'ani yo'q. Shaharga akirib ketish uchun yezich quritgan olma, qo'g'un qaqlari, pomidor, laza, bo'ji go'shtlar, bir badon un, 10 qapoq yog', mata shatovarlardan bo'lsa-mu ichiga yung selib tikilgan yotxan ko'pa, to'zg'oq, saman tiqilgan qo'roq va lastik yostiqlar. Boy akillari bilan so'qishib yurib, qishloqtamdan tag'ar-tag'arda yung ochiq bostirgan gulsiz kiygizlar, tikilgan kiyim-kechak, besilgan qo'ray tezak, hammasi Rayhonning qo'li bilan bitgan. Mana endi uning xotini Rayhongul beshini tizig'i,
Jenigi bilan tayangan o'ng qo'lining alqini qo'yib, kashkirgacha oldirab non yiqib, charchagan so'l qo'li bilan issiq to'nurga sansiz qitirib bosh tiqib, qizargan yuzini silab, xumarlashgan ko'zlarini iyiriga tikib o'tiribdi. To'lin ayning qariyag'ash shoxlari orasidan shamolda lig'irlab tushib turgan g'uva yo'riqida Rayhongul uningga to'limi chiroyli, mehrlik va muloyim ko'rindi. U Ziyovuddinning quchqida uxlab qolgan yolg'iz qizining mangsini silab qo'yib, "Ah, seriqliq sizga qosh ko'zi mang tartibdi. Nuridek chiroyli bo'ladigan o'xshaydi." dedi. Sana o'xshash chiroyli. Balki Ziyovuddinning ayolini birinchi qitim madhiylashi bo'lsa kerak, Rayhon bo'lakchil jonlanib kulib, "Ishimga o'tkatdi. Muzdek tavuz yesekmi-g'o?" dedi. Ziyovuddin darhol mangmoqchi bo'lib midirladi. Bumi balki tunji qitim xotin kishining ishig'i midirligini bo'lsa kerak. Men ochqay. Xotin, balla oq terak, ko'k terak o'ynayotdi. "Yo'q, midirlamang. Bola uyg'onib ketmasin. O'zimla chiqay." Rayhon chaqalliq bilan to'nur beshidan tushib, bag' eshik bilan ho'ylig'i mangdi. Ziyovuddin xeli kutdi. Rayhon chiqmadi. U Rayhonning pat-patli sha bo'lib qoladiganligini, bu sha bo'lishning bu yil ko'payib qolganini bilatdi. U ansirab, Rayhon! deb varqiradi. Qizi uyg'onib ketdi. Daro, hamro! U balalarini varqiradi. O'ylig'i chirqirab yig'lab, hamra yugurib kiradi. Dodo, bog' eshigini olib ostdi yotdi. Ziyovuddin to'nur beshidan qizini ko'tirgan peti sakrab tushib bog' eshigiga yuguradi. Rayhon sunoylanib o'ngda yotadi. Uning chashirig'a saman cho'vala yepishgan. Xelili ko'tarilgan oy yo'riqida uning yerim ochiq ko'zlari Ziyovuddinga tikilgan. Lekin nursiz. Uning kirpiklari harakatsiz. Uzun qapqara qoshlari qiytib qolgandek, yerim ochiq og'zi bir nima deyishga tamshilayotgandek ko'rindi. Ziyovuddin uning beshini tizig'i oldi. Hayotida yosh chiqib boqmagan er ko'zidan hayot fojiasining marjonlari chashrab chiqdi. U titrab turib, mangulik ko'z yumgan hamrohining go'zal nomini atab, bor kuchi bilan varqiradi. Rayhon! Uning ovozi butun mahallaga anglandi. Birinchi bo'lib bu ho'yliga Muxtarbay yetib keldi va Rayhonning jasdi oldida tizilib o'tirganicha Ziyovuddinning yirik qo'llarini olqiniga elib, buquldab yig'lab, "Qirindishim!" dedi. Birdamdala ho'yla ko'cha hozirchilar bilan to'ldi. Rayhongul bayning qizi. Ziyovuddin bilan to'y qilganda butun mahalla mushunda qo'zg'ilib, bu ho'ylada tunji to'y kechisini tunlik marab o'tkazgan edi. Lekin boy qizi bir er uchun 10 necha yil ko'rmaganni ko'rib, qilmaganni qilib, o'z sadoqatini mangulik quchoqlab, ular bilan xo'shlashganda, o'xshashla ho'ylada bir kechani tunak bilan o'tkazdi. Farqi birida shodlik, hayajon ularga hamroh bo'lgan. Bugun bo'lsa, qayg'u, ko'z yeshi ularga hukmron. Ziyovuddin tongga yaqin supada to'qim ustida uxlab qoldi. U tush ko'rdi. Tushida o'zining eng go'zal hayot xotirasining beshi, eng ta'sirli batlarini o'qidi. Ziyovuddin opsini ko'tak qarvisiga silib, qishloq tomga tushdi. U opsining Nedirsha ismli tangsining ho'ylisiga kiribla, ikkichechi teqimiga tushib turadigan bir qizni kaynidan ko'rdi. Yo'g'on un sanduqidan tangniga un silayotgan qiz kayni qayrilib, etining bo'g'sini chiqarayotgan Ziyovuddinga qaradi. Bu qayrilib qarash emas, o'q etish, salma tashlash bo'ldi. O'ziga hozirgacha birmi qiz tabassum bilan qarab boqmagan yigitning yuragiga o't tutashdi. Vujudiga qo'qas chechildi. U bug'ini olaman deb qaytadan soldi. Vuduqib harvaning sho'ta yog'ichiga putlishib o'ngiga qoldi.
uning qalpiqi qizning oldiga do'milab bordi. Qiz qaqoqlab kulib uning qalpiqini qo'liga oldi va Ziyovuddinning qo'liga bermay tiklaglik orining uchiga ilib sho'xliq bilan o'gziga cho'rimatdi. Ziyovuddin qalpiqini olg'ili darvoza sirtidagi sho'tiga yamashdi. U o'gziga chiqib qalpiqini ilib tushay desa sho'ti yo'q. Sho'x qiz bog'dagi qeri qor yog'ochga elangish uchib atadi. U putlarini uduldagi daraxt qo'liga takkizib, hech bo'lmagandek gu deb o'ynamoqda. Ziyovuddin o'gizning levi kelib o'ltirdi. Qizning uchayotgan to'm chachlariga, yipak ko'nglik ichidagi avrishim badanining to'lg'inishlariga, har qitim qayrilib o'ziga qaraganda paydo bo'lgan bir jup sinoq va o'ynoq qora ko'zlariga havas, zo'q va o'zini tushunmaydigan bir xil qaynoq hissiyot bilan tikilib qaradi. Oxir qiz uning yeniga laylab kelganda ovozliq qilib: Sen pishqan ujma, men to'qina qoq bo'lib qolsamkan, dedi. Qiz yana bir aylanib kelib, Hey qağa, man kep, tex ujmi pishmadi. deb qaqoqlab kuldi. Ziyovuddin kechda yar bo'ydagi buloqda etini sug'urayotganda tuyuqsiz uning bo'yniga muzdek suv quyildi. U cho'chib qaradi. Rayhon chig'ir yo'l bilan buloq beshidan yuqoriga yugurib chiqib ketib boradi. Qog'i bo'lsam, kaynidan ushsam deb o'ylagan edi shu chaqda Ziyovuddin. Shundan keyin Ziyovuddin hadisalar qishloqtamga yuguradigan, qum arshan kunlari uyga necha qitimlab kelmaydigan bo'lib oldi. Oxiri yigit orzusini ani tushundi. U tuqqanlarga gap burtib edi. Nedirsha hojim bu ishni anglab ochiq bilan: bu navramga shahardan Setovoldi boyning alchilari chiqqan. Hammani bilib turib yana eg'izlangani nimasi? Bu Shaudunning sholliqini, dedi. Shaudun Ziyovuddinning dadisi edi. O'z vaqtining cho'ng zimindori, hozirgi vayronchilikning bo'si bo'lgan bu kishi allaqachon olamdan o'tgan bo'lg'ashqa, uning tul xotinining yuz xotirasi qolmagan edi. Bir kuni kechqurun Nedirsha boyning qo'rosidagi malay qiz mahallada paydo bo'ldi. U Ziyovuddinga: "Ujma pishdi, buloq bo'yiga tushdi" deydi Rayhongul, dedi. Qachon? Bugun kech. Ziyovuddin og'inisi bilan ishga otliq bo'lib qorong'i tushganda buloqning nerisidagi talliqqa keldi. Birdamdan keyin soyning shig'illarini shildiriltib, boyning qiz navrisi paydo bo'ldi. Ziyovuddin o'ntunsiz uning putlarini uzangiga dasatdi va qo'ltiqidan yo'lab otga mindirdi. O'zi egarning kayniga mindi. Ular Chapchal mazaridagi yiroq tuqqanlarning uyiga daryodan otlarni o'zdirib o'tib ketib oldi. U yerda 3 kun turdi. Qiz qichish umumiy odat, ammo boy qizining qichishi cho'ng nomus. Nedirsha boy igiz, qatong'ori sapra odam Ziyovuddinning alchilarini tillab: bir qanjiq o'ldi noiti. Undaq navrimiz yo'q, ko'zim ko'rmasin u rasvoni, dedi. Haqoratlangan qizning to'yi oddiy, nikohi katta bo'ldi. Shundan beri boy qizi Ziyovuddinning kang hovlisining xo'jayini ham maliyi. Qo'liga qo'l, putiga put bo'lib yillarni o'tkazdi. O'yla uningga suyimlik balalarni, ularning muhabbatini, shodligi hamda yuzlariga qo'ruq, sonsiz jabri jafolarni hadiya qildi. Nihoyat uni o'z qo'li bilan mushaqqati yo'q olamga uzatdi. Bu tush emas. Ziyovuddinning xiyoli. U uxlamadi. Hayot daftarini varaqladi. Savassiz bo'lsin-u garchi. Atsi yig'izari va dog'dug'i bilan Rayhonning meti uzitildi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjangning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.
xazinasi, Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bilqutun bil. Bilqut xazinasi.